Uzun HTML darsidagi 12-chi qism HTML tizimli xat kuchi. Birinchi tartibsiz tizimlik. Tartibsiz tizimlik bir necha qur tizimlik bo'lib, bu turdagi qurlar tom yumaloq chekit belgisi bilan ayrildi. Tartibsiz tizimlik UL xat kuchi bilan boshlandi, tizimdagi har bir tur li bilan boshlandi. Masalan, mana qaraydigan bo'lsak, UL bilan boshlanib, UL bilan oxirlashdi. Mana bu buning har bir turlari ma'qulatli bo'ldi. Bunun tor ko'rgich unumi qaraydigan bo'lsak, oldida ma qora tum chekit orqali ma'qulatli im qildi. Biz odatda tor bekatlarni laylashtayotganda ma CSS kod orqali oldida qora chekit ko'rinmaydigan odatdagi yoki boshqa xil unum odatdagi kodlarni o'zgartirib ishlatamiz. Andan keyin tartibli tizimlik. Bumi o'xshashlar bir turning tizimlik bo'lib, bu turdagi qurlar tartiblik raqam bilan ayrildi. Tartibli tizimlik OL xat kuchi bilan boshlandi, tizimdagi har bir tur li bilan boshlandi. Masalan, mana qaraydigan bo'lsak, buningmi ma OL boshqa kodlari oldida biz ko'rgan kodga o'xshaydi. Buningki tor ko'rgich unumi qaraydigan bo'lsak, ma oldida avtomatik holda 1 2 deb buningga necha tur qo'shishimizni qat'iy nazar shu tartib bo'yicha buningga raqam orqali ko'rsatib berildi. Uchinchi aniqlim tizimlik. Aniqlim tizimlik bir qurni turni ifodalashda bo'lib qolmasdan tur va izohatning birikmasi hisoblanadi. Aniqlim tizimlik dial xat kuchi bilan boshlandi. Tizimlik har bir tur dt bilan boshlandi. Har bir tizimlik turning aniqlimasi dd bilan boshlandi. Bu yerda dl, dt, dd mavo noiti aniq bo'lsin. Tizimlikdagi turlarning mazmuni abzas, qurtashlash belgisi, rasm, ulanish va boshqa tizimlik bo'lsa bo'ladi. Bu 3 xil tizimlikka nisbatan buniki mazmuni shularning o'z ichiga oldi. Ma dl ni ko'rib baxsak, bu yerda ma dl keldi, dd ma'lati kelgan bo'lsa, buning tor ko'rgichdagi unumi ma'qulatli keldi.